Güllerim, cani ciğerlerim, uzak yakından teşrif buyurgan mana shunday shodiyona kunimizni quvonchimizga quvonch qo'shib, bizlar bilan bahramand bo'lgan aziz xudojonlar, el heshlar, xush kelibsizlar deymiz. Yana bir bora muborak bo'lsin. Mana shunday kunga yetkazgan to'kin dasturxonni ato etgan Al-Razoq Allohga shukronalar bo'lsin. Mana shunday diyorlashib turgan kunimizni bizga baxshida etgan Al-Qahhor Xudoyimga hamd sanolar bo'lsin. Farzandlarimizdan bugungi kuniga yetishganda Allohga shukrlar bo'lsin. Baxtli daxli bo'lsin. O'zidan ko'paysin. Solih soliha farzandlar qatoriga farzandlari solih soliha bo'lib, Qur'on o'qiyotgan, qo'ygan qadamlari istig'for, so'zlagan zikrlari subhanalloh qilishganda rahmonlari bo'lsin. Hamisha yuzlari yorug' bo'lsin. Mana shunday o'g'lonni bizga yetkazib bergan, komil farzand qilgan, birimizni ikkimizni ziyoda qilgan Jaloliddin o'g'limizga hamd sanolar bersin. Mana shunday bu yigitimizni voyaga tasbih qo'llab bizga topshirgan xudojonlarga hamd sanolar bo'lsin. Rahmat sizlarga xudojonlar. Luqmonon Murshavad Baloxot Murshavad madadkor Xudoy Rasul shad. Xudo tansiz xotirjam dilakoi began tedda dili destор bilan xudojon farzanda qo'mu baxtnoq shavad. Abadi domana ziyoda shavad. Farzanda baxtasha tomosha karana ota onaga taqdir kuna. Farzanda qo'ya rozuri shoisha dida daray rahmon rahmana mustajob bo'ladi. Axudash turnatna axudash begona nakuna. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi va ala alihi sahbihi. Yana bir bora xush kelibsizlar. Xushomadaton, qadamaton va hasanlut, arqadan mundaton bo'loy dida garonlikni tojisar, yoshaqo qo'ysa piru ayol barshiman. Men mana ko'p xushomadaton, ammo to'g'ri rahmat. Muborak shavat, rahmat, hamma muborak shavat.